Birinchi navbatda bizning asosiy xizmat yo'nalishimiz bu eshitish moslamalari bo'lgani uchun asosiy urg'uni shunga qaratganmiz. Bunda biz eshitishni tekshirishdan boshlanadi. Avvalambor mijozga uni shikoyatlarini eshitilinadi va eshitish moslamasini dasturlash uchun eshitishni tekshirishdan boshlanadi. Bizning joylashuvimiz O'zbekiston bo'ylab 25 ta filialimiz bor. Aynan Sergeli filiali lokatsiya jihatdan domni orqa qismida joylashgan bo'lishini asosiy sababi bu ko'cha shovqinlaridan uzoqroq bo'lishi, turli xil tekshiruvlarga xalaqit beradigan ovozlardan yiroq bo'lish uchun ichkariroqdan olingan tinch holat bo'lish uchun. Biz ishni birinchi bo'lib avvalambor eshitishni tekshirishdan boshlaymiz. Bu audiogramma xizmati bo'ladi. Eshitishni tekshirilgandan so'ng biz qanday eshitish moslamasini tanlash, qanday uni dasturlash haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Eshitish moslamalarini yaxshi bilishingiz uchun, qanaqasi to'g'ri kelishini yaxshi bilishingiz uchun avvalambor uni qanaqa eshitish diapazoni, nechinchi darajaligi, qanchalik necha foiz kamayganligi haqida ma'lumot kerak bo'ladi. Shu ma'lumotlarga asoslangan holatda biz mutaxassislar mijozga unga individual jihatda apparat tanlab beramiz. Bizda dunyoning yetakchi bo'lgan brendlari bu Atikon hamda Signia mahsulotlari hisoblanadi. Har bir brendni o'zini 70 dan ortiq mahsuloti bo'ladi, apparat assortimentlari bo'ladi. U 70 dan ortiq assortiment, misol uchun har bir mijozni turmush tarzidan, eshitish diapazonidan, xohish isteklaridan, ko'rinishidan kelib chiqib o'zgarishi mumkin. Buni tanlash uchun, bir-biridan farqlarini bilish uchun bunga individual yondashuv bo'ladi. Bemorning fikri, eshitish darajasi, xohish isteklaridan kelib chiqib mutaxassis unga optimal yechim tanlab berishga yordam beradi.